bug'doyning ikkita turkumi, qattiq bug'doy hamda yumshoq bug'doy dunyo mamlakatlarida ekiladi. Mana bizning respublikamizda asosan yumshoq bug'doy ekiladi. Bu yumshoq bug'doydan faqat asosan mana non mahsulotlari, non tayyorlanadi-da. Qattiq bug'doydan esa asosan mana spagetti, makaron, qolaversa mana qandolatchilik sanoati, pecheni, boshqa demak mahsulotlar tayyorlashda ishlatiladi. Mana ko'tarib ko'radigan bo'lsak, yani ko'pchiliklar gapirishadiki, mana Qozog'iston unlarini, navlarini aytishadiki, bularda ham asosan Qozog'istonda ham yumshoq bug'doy navlari ekiladi. Ulardagi ekiladigan navlar endi bahori kuchli bug'doylar hisoblanadi. Ularning hosildorligi mana 8, 10, 12 sentnerdan bo'ladi va o'zining demak sifat ko'rsatkichlari bo'yicha o'zi 3 ga bo'linadi. Kuchli bug'doylar deyiladi, qimmatbaho bug'doylar va kuchsiz bug'doylar deyiladiki, shulardan asosan tayyorlanadi. Mana shuning uchun juda bir ahamiyat berishimiz kerak bo'ladiki, kuchli bug'doylar ham yer sharining hamma yerda bo'lavermaydi bu. Mana Shimoliy Qozog'istonda mana yoshligimiz o'zingiz bilasizki, mana Saratov, mana Kuybeshi, mana shu Rossiyaning shu hududlarida kuchli bug'doylar, bahor kuchli bug'doylar yetishtiriladi. Qattiq bug'doyda unikilarda Saratov. Saratov unlari keladi, juda sifatli bo'yicha. Mana hozirgi vaqtda ham kelayotgan o'sha kuchli bug'doylardan hisobiga mana o'zimizni demak unlar, ya'ni uluchitil deydi, mana kuchaytiruvchi hisobida o'zimiz bug'doylar qo'shganda tayyorlanayotgan demak unlarimizning nonboplik xususiyatlari yaxshilanadi. Ya'ni kleykovinasi mana ko'pincha aytishamiz, mana yopishqoqligini oshiradi. Ularning tarkibida kuchli bug'doylar tarkibida 28% dan kam bo'lmaydi o'sha kleykovina miqdori.